Aytmaydı. Yazmıysan. Yardım verin ahır yardım verin. Yaxşı yazmıysan dedim. Sen kimsen? Ben rahbarım ushbu inspektorni. Hemmede kamera. Bu kameralar qayda buzaqlarni oldini olish, qayda buzaqlik hech kim qilmasa hech kimga jarima yozilmaydi. Balam, can balam. Yardım verin ahır. Ahır yardım verin. Sizler yardım verin ahır. Hammaga yardım verin. Sağ olun. Holat bo'yicha axborot bering. O'rta boshliq esingizda bo'lsa 3 kun oldin ushbu ayol xodimlarimiz ustidan shikoyat qilib bilganligi bo'yicha sizga axborotini bergan edi. Ism familiyangizni aytib yuboring. Aytmaydi. Yazmıysan. Hujjatsiz boshqarib yuribdi, voyaga yetmagan o'g'lingiz hali. Yaxşı yazmıysan dedim. Nega Abdurahmonov? Voyaga yetmagan avtomobil boshqarib yuribdi. Sen kimsen? Men rahbarim ushbu inspektorni. Bununla karanda da ne kara? Ben bu balama özü yekke yana balam beni. İşirip uçurup haydamasa ben. Onda maşinla oğa gerek. Mahalladagilar ham ko'plab e'tiroz bildirib turibdi. Mahallaning ichki yo'lda katta tezlikda harakatlanib yuribdi. Sizning xabaringiz bormi? Mahalledekiler özü beni görülmedi. Yazsa yaza vermeyeyim, aytsa ayta vermeyeyim. Vay boy. Ey, bargan pullarından bakın. Özüm telinen özüm. Sen ne oğa gerekiyiz bak. Hemmede kamera. Öyle de şunçelli kağızın barıp yaptı. Özüm söyleyip durmam kışılan. Sen söyleyebirsin sen ya. Bu kameralar qayda buzaqlarni oldini olish, qayda buzaqlik hech kim qilmasa hech kimga jarima yozilmaydi. Apa o'zi kameralar ishlamdir ekan, body kamerasi yakmikon ekan bular. Ha? Kara, bizlere akıl urget dursan özün kem işlemiyordur Piyanko. Endi sen özünle nölik ketemin, ne dep dursan? Bo'ldi, men tushundim. Hamma ayb o'zi sizda ekan, farzandingizda emas. Vay boy. Ha, esladim. Shu ayolmidi? Ogohlantirishga qaramasdan yana avtomashina boshqarib drift qilib boshqaruvni yo'qotgan. Afsus, yaxshi ish bo'lmabdi. Qani endi boshqa ota-onalarni ko'rsak, o'zidan xulosa chiqarsa. Safarin tez qardı. Yardım verin. Çağına